Ko'pincha erkaklarda, ayollarda bepushtlik deganda faqat urolog yoki androlog shu doktorlarga bog'lanib qoladi xolos. Yillar davomida davolanib, aylanib shu quruqda aylanib yurgan kasallarimiz juda ko'p. Lekin bizda tajribamizda kasallar soni yetarli, qaysiki bepushtlik orqasidan lorga borib qolgan kasallarimiz juda ko'p. Oddiy tomog'ini ochib qarasak, xronический tenzilit, toksik formalari bor. Organizmga zahari so'rilib turaveradi. Erkaklarda ham, ayollarda ham bepushtlikni chaqirib turaveradi. Xuddi shunga o'xshagan torch infeksiyalarda ham, anginalarda ham, burnidagi boshqa problemalarda ham, xronический gaymaritlar ham mana shu bepushtlikka olib keladigan lorda ham juda ko'p kasalliklar bor. Lekin afsuski hozirgi kunda bemorlarimiz tushunmaydi-da yoki o'sha davolayotgan bepushtlikni davolayotgan topdagi androlog, urolog doktorlarimiz e'tibor bermasligi oqibatida o'zini tomonidan qidiraveradi problemani. Yo'q, har doim doktor lor bilan birgalikda qidirish kerak buni sabablarini. Negaki juda ko'p kasallarimiz soni lor bilan bog'liq bo'lgan bepushtliklar.